Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 31 oktyabr günü BDT'ye a'zo 50 davlat BDT umumiy kengashining 77 qatimliq yig'inida o'rtaq bayonot e'lon qilib, sobiq BDT kishilik huquq oliy komissari Bachletning bu yil 31 avgust e'lon qilgan Uyg'urlar haqidagi dokladini qo'llaydiganligini bildirgan. Bu 16 oktyabr Amerika, Kanada, Angliya qatorliq davlatlar tarafidan o'ttirib qo'yilgan Bachletning dokladini muzokara qilish taklif loyihasining intayin oz farq bilan Xitoyni qo'llaydigan davlatlar tarafidan rad qilinishidan keyin xalqaro jamiyatning Uyg'urlarni qo'llab e'lon qilgan muhim harakatidir. Mazkur bayonot 31 oktyabr BDT umumiy kengashining 3-komitetida Kanada vakili tarafidan o'qib o'tilgan. Bayonotda BDT kishilik huquq oliy komissarining dokladida Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa asosli musulmon bo'lgan oz sonli millatlarni xohlagancha kamsitish xarakterlik tutqun qilishning ko'lami xalqaro jinoyat bo'libmi insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilish mumkin deb ko'rsatilganligi, Xitoyning bu dokladni muzokara qilishni rad qilishdan andish qilayotganligi ta'kidlangan. Bayonotda mundaq deyilgan: biz Xitoy hukumatini xalqaro kishilik huquqni qo'g'dash mas'uliyatiga amal qilishga, shundaqla BDT kishilik huquq oliy komissariyati ishxonasining dokladidagi tavsiyalarini to'liq ijro qilishiga chaqiramiz. Bayonotda yana Xitoyning Xinjiangdagi erkinlikdan xohlagancha mahrum qilingan barliq kishilarni qo'yib berish uchun qadam besish, shundaqla g'oyib bo'lgan oila a'zolarining oqibati, ularning qayerda ekanligini oydinlashtirishi, ular bilan bexatar aloqa qurish ham oilasi bilan jam bo'lishni ishga oshirishi talab qilingan. Ma'lum bo'lishicha, mazkur bayonotga Albaniya, Andorra, Avstraliya, Belgiya, Beliz, Somali, Bulgariya, Turkiya, Kroatiya, Kanada, Chexiya, Finlandiya, Fransiya, İsrailiya qatorliq davlatlar imzo qo'ygan. Bu yil 12 sentyabrdan 7 oktyabrgacha Janvada chaqirilgan BDT kishilik huquq kengashining 51 navbatlik yig'ini mezgilida Gollandiya boshchiligidagi 47 davlat Xitoyning Sharq Turkiston siyosatini ayblab birlashma bayonot e'lon qilgan. Buningga masalda Turkiya ham o'xshash kunda BDTda ayrim bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini qattiq ayblagan. Buning bilan BDTda Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlarning soni 48 ga yetgan edi. Bu qitim 50 davlatning Uyg'urlarni qo'llab bayonot e'lon qilishi kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan nuqtalarning biri bo'ldi. Bo'libmi Turkiyaning bu qitimqi birlashma bayonotga imzo qo'yishi chet ellardagi Uyg'urlarni alohida mamnun qilgan nuqtalarning biri bo'ldi. Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa va Qurultay ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandilar bu munosabat bilan qilgan bayonotlarida BDT'ga a'zo 50 davlatning Uyg'urlarni qo'llab e'lon qilgan birlashma bayonotini qizg'in qarshi oldiganligini, BDT'ga a'zo boshqa davlatlarning BDT'ning nizomnomasi va prinsiplariga amal qilib, irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'urlar uchun haqqoniyat tarafda turishni umid qilganligini bildirishdi. Dünya Uyghur Qurultayı Germaniya Baş Ministri Olaf Scholz efendimning 4 noyabr Xitoyda ilib bordigan ziyarati munosabati bilan 1 noyabr kuni Berlindagi Federal axborot sarayida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Olaf Scholz efendimning bu qitimqi Xitoy ziyoratida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini kun tartibga ilib kelishini va Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini to'sib qilish uchun Xitoy doiralariga besim ishlatishni talab qildi. Germaniya Baş Ministri Olaf Scholz efendim 4 noyabrdan etiboran Xitoyda ziyoratda bo'ladi va ziyorat jarayonida Xitoyning davlat raisi Xi Jinping va Xitoyning Baş Ministri Li Keqiang bilan maxsus ko'rishish ilib bordi. 1 noyabr Berlindagi Federal axborot sarayida o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa efendim Germaniya hukumatini Xitoydan oldigan savdo jihatdagi manfaatlarini deb jiddiy irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'urlarni nazardan soqit qilib o'tmaslikni, Germaniya Baş Ministri Olaf Scholz efendimning bu qitim Xitoy ziyorati jarayonida Xi Jinping boshchiligidagi Xitoy rahbarlari bilan ko'rishganda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini dadillik bilan o'ttirg'i qo'yishini va Xitoyni BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan bu yil 31 avgust e'lon qilingan Uyg'ur vaziyati haqidagi dokladda o'ttirib qo'yilgan tavsiyalarga to'liq amal qilishga dalolat qilishini talab qildi. Axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Germaniya sho'bisining mas'uli Wenzel Mikhailski, Dunyo xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotining maslahatchisi Hanno Shedla, German tadqiqotchi doktor Sabina Ferinschild qatorliqlar Qurultay raisi Dolqun Aysa efendimning yuqorqi talablarini to'liq qo'llaydiganliklarini ifoda qilish bilan birga, Yevropa Birligining parovuzi hisoblangan Germaniyaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Yevropa Birligiga a'zo davlatlarga boshlamchilik qilib, Xitoy qarshi jiddiy harakatga o'tishi lozimligini ta'kidlashdi.
Kanada parlamentinin Liberallar Partiyasiga təvə parlament əzası Samir Zubeyri tərəfindən tayarlanğan Xitaydan keçib Türkiyədə panohlanayotgan Uyğurlardan 10 min adamını Kanadaga yotkab kelib o'rinlashtirish haqidagi təklif loyihəsinin 26 oktyabr kuni Kanada parlamentida 0 qarshi 258 ovoz bilan ma'qullanishi muhojirat Uyg'urlarni bo'libmi Turkiyada qiyin ahvolda yashayotgan Uyg'urlarni alayda söyündirgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu vaqtda maxsus bayonot e'lon qilib, mazkur taklif loyihasini tayyorlab sungan parlament a'zosi Samir Zubeyri va bu taklif loyihasini qo'llab ovoz bergan butun parlament a'zolariga alayda minnatdorlik bildirdi. Bundan bir qancha yil burun Dunyo Uyg'ur qurultiyi nomidan Turkiyada pasportsiz, iqomatsiz yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni Kanadaga yotkab kelib yerlashtirish harakatiga boshlamchilik qilgan Qurultay qonun komitetining mudiri Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xta apandimmi Kanada matbuotlar qilgan so'zida Xitoydan qochib Turkiya yoki O'rta Sharq ellarida panohlanayotgan Uyg'urlar har vaqt Xitoy qaytarilish xavfiga duch kelmoqda. Xitoy hukumatı bularning orasidagi aktivlarning ovozini o'chirishga va har xil yo'llar bilan ularni qaytarib ekitish kuchayotgan bo'lib, buning oldini olish aslida xalqaroliq bir harakat bo'lishi kerak dedi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim bu munosabat bilan qilgan tabrik so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan tunji parlament hisoblangan Kanada parlamentining bu qitimmi yana Uyg'urlarning hayotiga munosabatli nihoyat zo'r bir qarorni qabul qilganligidan cheksiz suyunish his qilganligini. Bu munosabat bilan Samir Zubeyri boshchiligidagi barliq insonparvar parlament a'zolariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan cheksiz minnatdorlik bildirganligini ifoda qildi. Dolqun Aysa apandim so'zda yana yuqorqi taklif loyihasining tayyorlanishidan tortib qabul qilinishiga bo'lgan bosqichlarda mazkur programmaga ko'p ajr singdirgan Mehmet To'xta apandimga va Kanada Sharq Turkiston jamiyatining fidokor rahbarlari va a'zolariga alayda rahmat aytadiganligini bildirdi. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, 26 oktyabr ovoz berishda Kanada bosh ministri Justin Trudeau tarafsiz qolgan. Qurultay qonun komitetining mudiri, Kanada Uyg'ur haqlarini qo'g'dash tashkilotining direktori Mehmet To'xta apandim mazkur qarorning mazmuni va bundan keyingi bosqichlar haqida to'xtalib mundoq dedi. Ukrainaliklarga qandaq alayda imtiyoz bilan Kanadaga kelish imkoniyati yaratilgan bo'lsa, Uyg'urlarga shundaq imtiyozning berilishi haqida ilingan bir qaror. Mehmet To'xta apandi Kanada hukumatining musofirlarni rasmiy qabul qilishni qachondan boshlash, kimlarni qabul qilish rasmiyatlarini qandoq bejirish, bexatarlik va musofirlarni qandoq o'rinlashtirish qatorliq hal qilishga tegishli konkret masalalarning mavjudligini. Uningdan boshqa yana Uyg'urlar navbatda yashayotgan davlatlar bilan bo'lgan diplomatik masalalarning mavjudligini ta'kidlash bilan birga, Kanadaga kelishni orzu qilgan qarindoshlarimizning biroz sabr qilib saqlash lozimligini ifoda qildi. Mehmet To'xta apandim Kanada parlamentida ilingan bu qarorning Uyg'urlarning muhojirat tarixidagi tarixiy ahamiyatga ega bir qadam ekanligini ta'kidlab mundoq dedi. Bu 10 ming Uyg'ur kelgusida 20 ming, 30 ming bo'ladi. Sharq Turkiston davosining ingliz tili va fransuz tilidan iborat ikki cho'ng xalqaro tillik ziyolilari Kanadada yetishib chiqadi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tadqiqot komitetining mudiri Elgi tonilgan pedagog Abdüali Ayub apandimning o'tgan hafta o'tkazilgan Frankfurt xalqaro kitob yarmankasida qilgan bayonlari va ko'rsatgan harakatlari Germaniya matbuotlarining qiziq temasiga aylanib qolmasdan muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarimizni cheksiz iftixorlantirdi. Frankfurt xalqaro kitob yarmankasi dunyodagi eng nopuzli kitob yarmankilarining biri bo'lib, 1949 yildan buyon davom qilib kelmoqda va yarmankaga 100 dan ortiq davlatdagi 7000 nashriyat tarafidan nashr qilingan asarlar ko'rgazmaga qo'yilib kelmoqda. 2022 yillik Frankfurt xalqaro kitob yarmankasiga Germaniyaning nopuzli Gessen universitetining taklifi bilan qatnashgan Abdüali Ayub apandim o'zining Erkin Mahbus nomli kitobini ko'rgazmaga qo'ydi va ko'rgazma jarayonida Gessen universitetining o'rinlashtirishida Uyg'ur vaziyati haqida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, mustabid Xitoy hokimiyatining navbatda Sharq Turkistonda ilib berayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlar haqida ma'lumot berib o'tdi. Gessen universitetining professorlarining hamrohligida ko'rgazmaning Xitoy bo'limini ziyorat qilgan Abdüali Ayub apandim o'zining Erkin Mahbus nomli kitobini ta'tir tutgan holda Xitoy bo'limini ziyorat qildi. Buningga hayron bo'lgan Xitoy bo'limining mas'uli apandim kitobingizni ta'tir tutyapsiz degan so'ziga javoban Abdüali Ayub apandim men Xitoyni ost-ustin qilish uchun kitobimni qasddan ta'tir tutib oldim deb javob qaytardi. Abdüali Ayub apandimning bu harakati chet ellardagi Uyg'urlar orasida intayin zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Ko'plagan Uyg'urlar ijtimoiy taratqular orqali bayonotlar e'lon qilib, vatanparvar ziyolimiz Abdüali Ayub apandimga bo'lgan hurmat va qo'llashni ifoda qilishdi. Bo'libmi Abdüali Ayub apandimning axborot e'lon qilish yig'inida Gessen universitetining Uyg'urcha bildigan muxbirining "Siz Uyg'ur adabiyotining kelgusiga qanday qaraysiz?" degan savoliga bergan javobi irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan Uyg'ur xalqining haqiqiy yurak so'zi bo'ldi. Uyg'ur adabiyotining kelgusi Oshiyadagi 3 milliondan ortiq Uyg'urninki va ularning ziyolilarininki qamoqdan chiqmasga munosabatlik. Agar ular qamoqdan chiqa olsa, Uyg'ur adabiyoti qamoqdan chiqadi. Agar ular qamoqdan chiqolmay Oshiyada bir
xavfga yani uchrasa Uyg'ur adabiyoti shular bilan birga oxirlashishi mumkin. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.